EV6 2024 elektromobil bo'ladi akalar bu mashina. Aynan mana shu mashinadan Instagramdan so'raganlar rosa ko'p edi. Direktimdan mana shu EV6 so'raganlar juda ko'p edi. Elektromobil 550 km zapas xodi. 600 ham 650 ham yuradi yoz kunlarda bilasizlar. Sababi bu mashinani batareykasi original bo'ladi. Bular chiqqandan boshlab 1 million kilometr, keyin 10 yilga garantiyasi bilan chiqadi Koreyadan, lekin afsus eksport bo'lib ketgandan keyin bu garantiya yo'q bo'lib ketadi-yu, lekin mana shunga arziydigan mashina 2020-yildan beri ishlab chiqarilyapti. Siz so'ragan qulayliklari bera oladi. Shaybali variantda ko'rishingiz mumkin. Buni barini o'zi bir boshqa temada qaranglar. Barini o'zi bir boshqacha tema. Endi bilasizlar, juda ko'pchilik ko'rishgan Kia EV6 ni birinchi chiqqan vaqtda 785 million chiqqan. Hozir 650 million so'm salondan olaman desangiz ham, yangisini olaman desangiz ham bu mashinani narxini ancha kelishtirib qulay qilib beramiz. 50% zaryadi bilan 272 km masofani bosib o'tadi deb ko'rsatib turibdi. Hamma funksiyasi bor. Ko'rishingiz mumkin. Abduf, abagrev, ruli qiziydi, bokovoy spiral, boshqa hamma sizga kerak bo'ladigan hamma funksiyalari bor mana. Hammasi sensorli bo'lib chiqqan. O'zgargan bilasizlar. 23-yildan keyin yana bir marta restavring bo'ldi bu mashinalar. Auto hold, hamma funksiyalari bor. Bitta panorama lyuki yo'q xolos. 360 largacha ham bor mashinani. Orqaga olsangiz avtomatik ko'rsatadi. Orqa o'rindig'ini qarang, kengligini buni. Haqiqatan oilaviy mashina. Siz so'ragan mashina mana shu bo'ladi. Abarivlargacha ham bor. Xo'p, narxini 24900 qo'ydik. Kelishtirib beramiz. Yana ham o'zbekcha barakani chiroyli qilib qilamiz. Orqasini ochilishini qarang. Yukxonasini kengligini ko'rsangiz bunaqa keng deb o'ylamaysiz. Haqiqatan basseyn bu. Splashnoy ochiladi keyin. Orqasi ham bir Lamborghini Uruslarga o'xshab ketgan. Qulay mashina. Haqiqatan ham qulay mashina. Sababi hozir tushuntirib beraman. Bilsanglar, sedan sedanlarda chiqib tushish juda noqulay bo'ladi, bilsanglar. Nexia 2, Gentra shunga o'xshagan mashinalarga bir marta endi vazni borroq yoki homilador ayollar yoki kattalar chiqib tushishga qiynaladi. Sababi mana bu ramkani past ishlaganini bo'ladi. Lekin bu mashina mana uzoqroqdan ko'rsataman, ramkasini keng kattaligini qarang. Kelasiz, shuna o'tirasiz, xuddi kalish kiygandek kiyib ketaverasiz. Mashinani qulay, haqiqatan ham juda ham qulay ishlangan. Sedan deb sedan emas, crossover bo'lib, crossover emas. Baland bo'lsa bir marta sakrab chiqasiz, past bo'lsa bir egilib ham chiqishda o'zi qiyinchilik. Tushishi yana undan ham battar qiyinchilik bo'ladi. Har tarafdan qulay. Mana shu taraflarni ham inobatga olingan. Koreya ishlab chiqarish tomonidan eshikni kattaligini, katta ob'yemda ochilishini qarang. To'liq videosini yana ham qo'yaman. 24900 dollar narxi, aloqaga chiqaverasizlar. Yana ham chiroyli qilib kelishamiz. O'zbekcha baraka qilamiz, yurg'izamiz. Bu mashina ozgincha bilasizlar avariyniy holatda edi, Koreyada video qilganimda, lekin yurardi. Ilgarigi avariyniy holatni rasmlarini tashlab bersanglar, tashlab ham beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, inshaalloh xizmatdamiz.